Ijtimoiy tarmoqlar orqali mobil qurilmalarimizga kun davomida minglab axborotlar kirib keladi. Ya'ni biz bugun 21-asrda axborot zamonida yashayapmiz. Ammo bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan manzilimiz bu O'zbekistonning haqiqiy tarixidan so'zlovchi manzil hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston Milliy arxivi. Yopiq bo'lgan ushbu inshootni bugun biz ichkaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Demak, bugungi ko'rsatuvda bizga O'zbekiston Milliy arxivi katta ilmiy xodimi Ma'zuna Salomova yaqindan yordam beradilar. Ma'zuna opa, assalomu alaykum. Keling, bugungi ko'rsatuvimizni mana shu O'zbekiston Milliy arxivi haqidagi umumiy ma'lumotlardan boshlasak. O'zbekiston Milliy arxivi qadimga borib taqaladigan arxivlardan biri bo'lib, bu Oktyabr inqilobi va tarixiy davr hujjatlarini o'zida jamlagan arxivlarni birlashishdan tashkil topgan 1958-yilda asos solingan arxivlardan biri hisoblanadi. Bu arxiv dastlab Markaziy davlat arxivi deb yuritilgan. Keyinchalik O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng 1991-yilda O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivi nomini olgan. Dastlab tashkil topganda arxiv 48 ta shtat birligida faoliyat yurg'izib boshlagan. Keyinchalik 2019-yilga kelib arxivimizda yangi nom, ya'ni O'zbekiston Milliy arxivi nomi berildi va bugungi kunda bizda 200 ga yaqin shtat birligi mavjud bo'lib, 200 ga yaqin xodimlar faoliyat yurg'izadi. O'zbekiston Milliy arxivida tarixiy 9-davrdan boshlab bugungi kungacha bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Ya'ni o'sha Somoniylar davridan boshlanib, o'sha xonliklar davriga tegishli bo'lgan qadimiy hujjatlar saqlanadi. Biz hozir ko'rib turgan ko'rgazmalar zalida ham shunaqa qadimiy hujjatlarimizdan mulyajlar qilib qo'yganmiz. Bu yoqda asosan Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi hujjatlarini mulyajlari qilingan. Yana bir narsani ta'kidlab o'tishim kerakki, bizda saqlanayotgan hujjatlar noyobligi jihatdan ham jahon xotirasiga kiritilgan bo'lib, ya'ni UNESCOning e'tirofiga sazovor bo'lgan Buxoro amirligi Qushbegi devonxonasi hujjatlari bor va Xiva xonligi hujjatlarini biz aytib o'tishimiz mumkin. Tushunarli. Demak, bu yerda hatto muzeylarda ham yo'q bo'lgan tarixiy hujjatlarni topishimiz mumkin. Muzeyda topilmagan asl hujjatlar aynan O'zbekiston Milliy arxivida saqlanadi. Bundan tashqari yaqinda prezident farmoyishi ham qabul qilindi, ya'ni 228 da. Aynan bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxivida yangi tizim ham joriy etildi. Bunga ko'ra sentyabrdan boshlab shajara tizimi yo'lga qo'yiladi va endi arxivchi xodimlar, ilmiy xodimlar barcha fuqarolarini, ota-bobolari kimligini, kimga borib taqalishini va o'zining shajarasini tuzib olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu tizim haqida albatta bugun gaplashamiz. Keyin hozir qaysi bo'limga boramiz va qanaqa jarayon bilan tanishamiz? Shu haqida ozgina. Demak, bizda qator bo'limlar faoliyat yurg'izadi. Aynan restavratsiya bo'limi, hujjatlarni saqlash bo'limi, elektronlashtirish bo'limi, bundan tashqari fuqarolar murojaatlarini bilan shug'ullanish bo'limi. Yana tashkilotlarda bilasiz, har bir davlat tashkilotlarida arxivlari mavjud bo'lib, idoraviy arxivlari mavjud bo'lib, aynan ular bilan shug'ullanuvchi bo'limlarimiz ham mavjud. Bizning xodimlarimiz idoraviy arxivlarga borib, o'zlarini maslahatlarini berib, ya'ni idoraviy arxivlar tizimi qay shaklda bo'lishi kerak, qanaqa hujjatlari bo'lishi kerak, bular haqida ham ularga maslahat berib, birgalikda faoliyat olib borishadi. Endi arxivda saqlov xonalari haqida gapiradigan bo'lsam, dastlab bizda O'zbekiston Milliy arxivida 20 ta saqlov xonasi mavjud. Saqlov xonalarida hujjatlar 3 davrga bo'linib saqlanadi. Ya'ni bular tarixiy davr, dastlab aytib o'tganimdek 9-asrdan boshlab bugungi kungacha hujjatlar saqlansa, 9-asrdan to Sovetlar davrigacha, ya'ni 1917-davrgacha bo'lgan hujjatlarni biz tarixiy davr hujjatlari deb ataymiz. Sovet davridan to mustaqillik davrigacha bo'lgan hujjatlar mavjud. Bu Sovet davri hujjatlari deyiladi. 1917-yildan 1991-yilgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Va mustaqillik davri bu 1991-yildan bugungi kungacha bo'lgan davr hujjatlari hisoblanadi. Asosan O'zbekiston Milliy arxivida yuqori tizim tashkilotlar hujjatlari, vazirliklar,
agentliklar, o'sha har bir iqtisodiy, madaniy, ma'rifiy sohaga doir bo'lgan yuqori tizim tashkilotlar hujjatlari bizada saqlanib kelinadi. Bundan tashqari restavratsiya bo'limimiz bor. Restavratsiya bo'limida hujjatlarimiz sizga ta'kidlab o'tganimdek qadimiy hujjatlar bo'lgani uchun vaqt o'tib hujjatlar o'z sifatini yo'qota boshlaydi. Bundan tashqari ko'plab foydalanuvchilar ham o'sha hujjatdan foydalanganda baribir inson anaqasi tegib zarar yetadi hujjatlarga. Shuning uchun hujjatlarni qayta tiklash uchun biz aytamiz jonlantiruvchi bo'lim deb aytamiz. Hujjatlarga qayta jon berib, boshqatdan ularni asliga yaqin qilib, restavratsiya qilib berishadi va borganda bu bo'lim ko'rganingizda yana alohida ta'kidlab o'tiladi bu bo'lim haqida. Biz hozir mana arxiv hujjatlari saqlovxonasidamiz. Bunaqa saqlovxonalarimizdan arxivimizda 23 ta mavjud. Birinchi binoda 20 ta, ikkinchi yangi binoyimizda esa 3 ta shunaqa katta saqlovxonalar mavjud. Bu saqlovxonalar o'sha arxiv saqlovxonalarini o'zini talablariga moslab qurilgan. Unda stilajlarimiz balandligi, devorlar orasidagi masofasi yoki o'sha stilajlarimiz orasidagi masofasi, polkalar masofasi o'sha Vazirlar Mahkamasi qarorida ko'rsatib o'tilgan darajada qurib joylashtirilgan va bu yerda hujjatlar turli davrlarga oid hujjatlar saqlanadi. O'zbekiston Milliy arxivi qog'oz asosidagi hujjatlarni saqlagani uchun ularni saqlash sharoiti va harorati va namliklari 19-20 darajadagi haroratda va namligi 50-55 darajadagi namlik ostida saqlanadi. Boya aytib o'tganimizdek, turli davrlarga oid hujjatlar saqlanadi. Xususan, tarixiy hujjatlarimiz, ya'ni 9-asrdan boshlab 1917-yilgacha bo'lgan hujjatlarimiz saqlovxonalari, ularni hujjat tuzilishlari, qog'ozlari hozirgi shakllanayotgan hujjatlardan farqli ravishda o'ramlarda saqlanadi. Ularning sharoitlari ham shu talablarga moslab qurilgan. Undan tashqari bizda Sovet davriga oid hujjatlarimiz ham mavjud va mustaqillik davrida aynan hozir yoki o'sha 10 yil oldingi davrga oid ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohani tarixini ochib beruvchi hujjatlarimiz saqlanadi. Ya'ni bizning saqlovxonamizning arxivimizda turli mavzudagi tadqiqotchilarimiz kelib, o'zlarining ilmiy ishlari bilan shug'ullanadi. Xususan, tarixchilar, sharqshunoslar, manbashunoslar ayniqsa ko'p foydalanadi. Sovet davrining hujjatlari ham xuddi shunaqa. Mana endi mustaqillik davri hujjatlarimiz ham juda ham keng mazmundagi hujjatlarimiz saqlanadi. Bularga xususan eng kichik yo'nalish aytib o'tmoqchiman, ya'ni bizning davlatchiligimizga oid bo'lgan hujjatlarimiz, konstitutsiyamiz, birinchi qabul qilingan konstitutsiyamiz yoki o'sha bayrog'imiz, gerbimiz, umuman mustaqilligimizga oid bo'lgan huquqiy va o'sha davlat ramzlarimizni asl nusxalarini topishimiz mumkin. Biz shu hujjatlarning asl nusxalarini kelajak avlodga bus-butun yetkazib berishimiz uchun mas'ul hisoblanamiz. Bu bo'lim hujjatlarning saqlanishini ta'minlash laboratoriyasi bo'lib, laboratoriyada hujjatlarning jismoniy holatini tiklash ishlari bilan shug'ullanadi. Hujjatlar o'zimizda Milliy arxiv fondida, Milliy arxiv fondiga oid bo'lgan hujjatlar saqlanadi. Asosan eng tarixiy bo'lgan hujjatlarni jismoniy holati tiklanadi. Bizga bu hujjatlarni saqlovxona xodimlari ma'lum bir fondda tanlab olgan holatda, shu fond ichida ta'mirga muhtoj bo'lgan hujjatlarni saralab, birma-bir restavratorlarga olib tushishadi. Restavratorlar hujjatda o'rganib chiqqan holatda uni qay ko'rinishda tartibga keltirib ta'mirlash kerakligini o'rganib chiqilib, shu yo'sinda ishlar olib boriladi. Bundan tashqari butun jahon restavratorlari foydalanayotgan yapon qog'ozi asosida ish olib borishni yo'lga qo'yganmiz. Tarixiy hujjatlarga mos kelish xususiyati ko'proq, ya'ni uni turlari, qalin va yupqa ko'rinishdagi turlari va ranglari ham ko'p. Tarixiy hujjatlar ichidan aynan shunaqa ranglari har xil turdagi qog'ozlar uchraydi. Mana
mana shu qog'ozga moslangan holatda yapon qog'ozi shu hujjatlarni restavratsiya qilishga aynan mos keluvchi material hisoblanadi. Shuning uchun butun jahon restavratorlari aynan yapon qog'ozdan foydalanishadi. Bundan tashqari haqiqiy restavrator foydalanuvchi yelimdan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu yelimning xususiyati ayni bir restavratsiya jarayonlarida birmuncha qulayliklar olib keladi. Ya'ni uni orqaga qaytarilish xususiyatiga ega bo'lgan yelim hisoblanadi. Mana shunday qulayliklarga ega bo'lgan hozirda laboratoriya jihozlangan va jihozlarimizga to'xtaladigan bo'lsak, jihozlarimizdan changdan tozalovchi jihoz uskuna olib kelingan. Bundan tashqari fumigatsiya qiluvchi apparat olib kelingan va mog'ordan tozalovchi uskuna olib kelingan. Bundan tashqari restavratsiya jarayonlarini birmuncha yengillashtiruvchi yana bir moslama olib kelingan. Bu moslamada qo'l mehnatidan tashqari yirikroq zarar ko'rgan varroqni o'sha hujjatda agar shu moslamaga soladigan bo'lsak, teshiklarni to'ldirib beradi va uni ortiqcha joylarni tozalashgina faqatgina qo'l mehnati kerak bo'ladi. Bu ham ishimizni anchagina osonlashtirish xususiyatiga ega. Ushbu jihozlar orqali laboratoriyada ish olib borish oldingiga qaraganda hozir birmuncha oson tusga kirgan. Hozir biz O'zbekiston Milliy arxivini davlat hisobi va ilmiy axborot apparati bo'limida turibmiz. Ushbu bo'limda hujjatlarni raqamlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Prezidentimiz 2025-yil 24-noyabrdagi arxiv ishi sohasini raqamlashtirish va boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 228-sonli farmoniga asosan 2030-yilgacha raqamlashtirish jarayonlarini 60% ga ko'tarish belgilab qo'yilgan. Ushbu rejani amalga oshirish uchun hozirgi kunda ushbu bo'limda raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda va bu bo'yicha yangi skaner apparatlari xarid qilinyapti. Shu bilan birgalikda shartnoma asosida qo'shimcha ishchilar jalb qilinib raqamlashtirishga rejani amalga oshirish uchun ishlar amalga oshiriladi. Va alohida ta'kidlab o'tmoqchiman, O'zbekiston Milliy arxivini tarixiy davriga tegishli I323 vaqt hujjatlari kolleksiyasi fondi mavjud. Ushbu fonddagi hujjatlar 20 sm dan 84 metrgacha uzunlikda bo'ladi. O'sha uzun hujjatlar rulon shaklida saqlanadi. Ular maxsus tubuslarda, saqlovxonalarda saqlanadi. Hozirgi holatdagi ator hujjatlar emas, o'sha qadimda shunaqa rulon shaklidagi oldingi davrda shunaqa hujjatlardan foydalanilgan. Alohida skanerlar sotib olingan, shu kabi hajmi katta hujjatlar uchun bu VersaScan apparati bu 0 hajmdagi skaner hisoblanadi. Bunda katta hajmdagi hujjatlar ushbu skanerda raqamlashtiriladi. Ushbu xonada hujjatlar raqamlashtirilsa, yana bitta xonamizda ushbu hujjatlar tizimga joylashtiriladi. Hozirda onlayn tizim yaratilmoqda. Shu bilan birgalikda hujjatlarni plyonkaga o'tkazish ham ishlari amalga oshirilyapti. Plyonkani o'tkazilishda afzallik taraflari bu o'ziga belgilangan sharoitlarda qilib berilganda 500 yilgacha, 500 yildan ortiq ham saqlash imkoniyatini yaratadi. Hozirgi kunda mana zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni eng so'nggi arxivga qo'llanilgani bu RFID tizimi hisoblanadi. Ushbu tizim radio to'lqinlari orqali obyektni avtomatik aniqlash va izlash texnologiyasi hisoblanadi. Bu texnologiya arxiv hujjatlarini saqlashda hamda foydalanishda qulayliklar hamda afzalliklar yaratadi va shu bilan birgalikda hujjatlarning xavfsizligini ham ta'minlaydi. Ushbu tizimda arxiv saqlovxonasidagi hujjatlarni har bir yig'ma jildiga maxsus chip yopishtiriladi. Ushbu chip yopishtirilgandan so'ng ushbu RFID tizimiga ushbu yig'ma jildni ma'lumotlari, ya'ni fond raqami, opis ro'yxat raqami, yig'ma jild raqami, qaysi saqlovxonada saqlanishi, qaysi stelajda, nechinchi polkada saqlanishigacha kiritiladi. Ushbu ma'lumot kiritilgandan so'ng masalan O'zbekiston Milliy arxivida tadqiqotchilar soni bo'yicha ham yetakchi hisoblanadi. Ya'ni bizda foydalanuvchilar juda ham ko'p. Foydalanuvchilardan so'rov kelib tushganda hujjatlardan foydalanishga saqlovxonadan ushbu hujjat taqdim etilishidan oldin chip o'rnatiladi va saqlovxonadan chiqib ketdi deb tizimdan belgilanadi. O'quv zalimiz bo'lsa tizimdan qabul qilib oladi o'sha chip orqali va undan so'ng tadqiqotchiga taqdim etdim deb tizimdan belgilaydi. Endi shu belgilangandan so'ng o'quv zalidan foydalanayotgan tadqiqotchi ushbu hujjatni faqat o'sha maxsus o'quv zalidagi xonadan foydalanadi, xolos. Undan tashqariga olib chiqib keta olmaydi. Agar olib chiqib ketishga urinadigan bo'lsa, eshikni yoniga o'rnashtirilgan maxsus moslamalar signal berib xabar beradi. Va bu hujjatning xavfsizligini ta'minlashda ancha yordam beradi.
yuqorida ta'kidlaganimdek, O'zbekiston Milliy arxivida o'sha 9-asrdan boshlab hujjatlar saqlanadi dedik. Aynan o'sha hujjatlardan biri mana Somoniylar davriga tegishli bo'lgan hujjat, vaqf hujjati hisoblanadi bu. Bu o'sha ichidagi mazmuni 9-asrga borib taqaladi. Bunaqa hujjatlarimiz juda ham ko'p. Misol uchun Muhammad payg'ambarimizni tariqatlari, pirlarini, shajaralari tushirilgan hujjatimiz ham bor mana. 19-asrga tegishli bo'lgan hujjat, o'sha shajara, bugungi kundagi o'sha shajara mavzusiga ham to'g'ri keladi. O'sha davrda ham qilinib amalga oshirilgan hujjatlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, o'sha amirliklar, xonliklarga tegishli bo'lgan hujjatlarimiz ham bor. Aynan ular tomonidan qilingan vaqf hujjatlari ko'pdir. Tashkil topadi va u yerda tushirilgan muhrlari, har bitta o'sha qozi kalon tomonidan chiqarilgan hukmlarni muhrlari ham bor. Vaqf hujjatlariga tushirilgan muhrlar ham mavjud. Bundan tashqari yana noyob hujjatlarimizdan biri o'sha fuqarolarni Makka, Madinaga borib haj amalini o'taganligini tasdiqlovchi hujjat hisoblanadi. Buni davri 1864-yilga borib taqaladi. Yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Mana bugungi kunda o'sha chetga chiqish uchun maxsus pasport olinadi, zagrant pasport deb aytiladi. O'sha davrda ham shunaqa pasportlar bo'lgan. Ular faqat kimlarga berilgan? O'sha Buyuk Ipak yo'li orqali savdo ishlarini olib borgan fuqarolarga maxsus pasport berilgan. Yana ko'p ko'ruvchilar, tadqiqotchilar tomonidan aniqlashicha aytishadiki, hozirgi pasportda misol uchun insonlarning yuzini rasmga, fotosini tushirib tasdiqladi yoki qo'llarini izi bilan tasdiqlanadigan bo'lgan bo'lsa, u davrda rasm bo'lmagan. Nima qilishgan bilasizmi? U davrda mana bu pasportni namuna qilib ko'rsatadigan bo'lsak, o'sha shaxsni sochini rangi, ko'zini rangi, bo'yini uzunligi, ozg'inligi yoki bo'lmasa aksi o'shanga qarab pasport tuzilgan. Ya'ni belgilari qo'yilgan. Misol uchun sochi sariq, ko'zi ko'k yoki sochi qora, ko'zining ichi qora, bo'ylari uzun, ozg'indan kelgan, novcha mana shunaqa qilib tuzilib, ko'rsatilib o'sha shaxsga berilgan va u har o'zini savdosini qilib chetga chiqmoqchi bo'lsa, o'z hududidan boshqa hududga chiqmoqchi bo'lsa, aynan shu yonida bo'lishi kerak. Busiz u chiqa olmaydi ham, qaytib mamlakatga kira olmagan hamda. Xuddi hozirgi tizim chegarada baribir to'xtatishadi. Shunaqa tizim bo'lgan. Siz bilan ko'rsatuv avvalida va'da bergandikki, shajara tizimi haqida ham gaplashamiz deb. Keling, ana shu mavzu haqida ham tomoshabinlarga biroz ma'lumot berib o'tsak. Bu tizim qachondan rasman ishga tushadi yoki ishga tushib bo'ldimi? Bunda qanaqa o'sha jarayonlar kechadi? Shu haqida tomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsak. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdim, aynan shajara tizimi o'sha prezidentimizni farmoyishiga binoan sentabr oyidan o'zi ishga tushishi kerak. Bugungi kunda aynan arxiv tizimida o'z arxiv agentligi tomonidan shajara platformasi yaratilyapti. Maxsus mutaxassislar jalb qilingan bu borada. Boshqa davlatlar bilan malaka oshirib hamkorlikda ishlar amalga oshirilyapti. Misol uchun bu bo'yicha maxsus mutaxassislarimiz Amerikada borib, Amerika davlatida malaka oshirib kelishdi. Ular bilan tajriba almashishdi va maxsus platforma yaratilyapti. Bu platforma shajara deb nomlanadi va bu platformaga fuqarolarimiz elektron tarzda murojaat qilishadi. Aynan bugungi kunda O'zbekiston Milliy arxividagi 40 dan ziyod fondlar elektronlashtirilyapti, raqamlashtirilyapti. O'sha tizimga joriy solish uchun, joylash uchun raqamlashtirish ishlari amalga oshirilyapti. Aynan bu tizimni sentabr oyidan ishga tushishi farmoyishda ham keltirilgan va bunda fuqarolar faqat elektron tarzda murojaat qilishadi. Shu masalan murojaat qilgandan keyin elektron tarzda bu yerda o'sha arxiv xodimlari o'zlari bu bo'yicha ma'lumotlarni to'plab unga yana qayta javob yo'llashadi. Shunaqami? Ha, birinchi etapida siz birinchi avlodingizni, misol uchun o'zingiz bilgancha o'zingiz joylab berasiz va undan keyin bu tizim FHDYO bo'limi bilan birgalikda amalga oshiriladi. O'sha farmoyishda ham keltirilgan va ular bilan birgalikda biz ularda chiqmagan, aniqlanmagan hujjatlarni ki arxivda mavjud bo'lgan qadimiy hujjatlarni ichidan qidiramiz. Ro'yxatlar, bizda o'sha qadimiy ro'yxatlar, uy-joyni ro'yxatga olish tizimi bor. Misol uchun Toshkent shaharida ichida bir qancha hudud mahallalar bo'lsa, Chig'atoy mahallasi, Ko'kcha mahallasi, shu davrda olimlik qilgan, fuzolik qilgan qozilar bo'lishi mumkin. Shunaqa buyuk shaxslarni avlodlari tezroq chiqadi-da, ularga tegishli bo'lgan hujjatlar ko'proq. Misol uchun sizda avlodingiz qozi kalon yoki yuqori mansabli shaxs bo'lsa, sizda shajarangiz tezroq topiladi va aniqroq bo'ladi.
Bugun bergan qimmatli ma'lumotlaringiz, ajratgan vaqtingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Keyingi faoliyatingizda ham omad tilagan holda shu yerda xayrlashamiz. Rahmat, sizga ham sog' bo'ling.